Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Bizga shunaqa zo'r kargomiz kelgan. Har xil tovarlarimizdan kelgan. Retinolli patchalarimizdan kelgan. Ichida 60 ta bo'ladi. Rosa zo'r yoyib beradi. Ko'z oldi ajinlarni, qora ishlarni zo'r qilib beradi. Aksisdan shunaqa serumlarimizdan ham kelgan. Ichida rolleri bor buni. Kollagenli. Anasidan shunaqa CC kremimizdan kelgan. Bu yuz tanlamaydi, hamma yuzga rangi yaxshi tushib beradi. Lagumdan shunaqa pHli penkamizdan kelgan. Bu yuzni baryerini buzmasdan yengil yumshoq tozalaydi. Keyin ko'pchilik kutgan Lagumdan shunaqa mini naborlarimizdan ham kelgan. To'liq katta nabor oladiganlar ko'pchilik o'ylaydi, qimmat bo'lib ketadi deb ikkilanishadi. O'shalarga shunaqa odamlarga zo'r to'g'ri keladi. Shuni qizlar olsa bo'ladi. Bu doim bo'lmaydi, bir-birda bir chiqib qoladi. Hozir bor, zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ko'z kremlarimizdan ham bor. Ayshdan. Sentelladan shunaqa kremimizdan bor. Bu yog'li, aralash, kombi yuzlarga zo'r tushadi, yuzni tinchlantiradi, oqartiradi. Rosa ham zo'r krem. Buni serumi ham rosa zo'r. Ishlatganlar biladi o'zi. Lactafit Slimdan kelgan. Bu ham ichak faoliyatlarini zo'r qilib beradi, yengillashtirib beradi. Ob'yomdan ketkazib, yaxshi ozdirib beradi. Dieta bilan birgalikda qilinsa, juda ham zo'r bo'ladi natijasi. Shunaqa koreyska atirlarimizdan ham bor. Hidlari yaxshi, холодный, rosa zo'r. Keyin shunaqa kremlarimizdan kelgan. Ajinlarga qarshi, narxlari ham budjetniy, rosa zo'r krem. Yana shunaqa Roundlab'dan mini setidan kelgan. Yog'li kombi yuzlarga rosa zo'r tushadi, tinchlantirib yuzlarni, qizarishlarni, ugrilarni ketkazib beradi. Keyin shunaqa multivitaminlarimizdan bor. Bu ham rosa zo'r. Ichganlar qayta-qayta zakaz qiladi buni. Kalsiy, sink, vitamin D 3 tasi birda. Yana shunaqa body spreylarimizdan ham bor, 2 xilidan. Keyin o'zi nejniy. Buni sochiliga, badaniga sepsanglar bo'ladi. Nejniy shranxli kelib turadi. Keyin Sum brendidan shunaqa qo'shim naborimiz kelgan. O'zini zapaskasi bilan labga balzami o'zini penkasi chiqadi. Bu Lux brend. Rosa ham zo'r sifatlari. Podarkalarga olsanglar ham, o'zinglar uchun olsanglar ham rosa ham zo'r. Keyin shunaqa jelili kollagenlarimizdan kelgan. Teri, soch, tirnoq, xullas umumiy sog'liq uchun juda ham foydali bu. Tug'ruqdan keyingi soch to'kilishlarini ham yaxshilab beradi. Sochlarning o'sishiga, mayda sochlar chiqazib beradi. Rosa zo'r kollagen.